Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Uzun marketdan mana bu narsalarni zakaz bergan edim. Yetib keldi. Hozir mana shularni sizlarga raspakovka qilib ko'rsatib beraman. Demak, birinchi lobzikni boshlaymiz. Beauty firmasi 55 cm gacha, demak, qalinlikdagi taxta materiallarni kesishga mo'ljallangan 300 ming atrofida. 350 ming desak ham bo'ladi. Onlayn bozor juda rivojlanib ketyapti. Doim bozorlarda aylanib yurib o'tirmayman. Juda ko'p narsani demak onlayn bozordan sotib olib yoki bo'lmasa o'sha buyurtma berib olishga o'rgandim. Shoshmasdan bo'sh vaqtingizda uni xarakteristikalarini barchasini demak o'rganib bemalol zakaz bersangiz, buyurtma bersangiz, demak ham arzon, ham sarson bo'lmaysiz, ko'chada yurmaysiz. Uyda o'tirib mana shu narsalarni buyurtma qilaman. Hozir mana shu narsalarning hammasini sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Bular nimalar? Demak, bu lobzik, demak lobzikdan boshlaymiz. Lobzigimiz demak mana yetib kelgan arrasi bor mana. Mana bu kitobchasi. Har biri o'sha ishlab chiqarilgan tovarning, mahsulotning baribir kitobchasi bo'ladi. Albatta, kitobchasini olish kerak. Va bu narsa shotkasi hisoblanadi. Shotkasining lekin bittasi sinibdi. Ya'ni maydalanib ketgan. Mayli hech qisi yo'q. Sababi bu juda arzon turadigan narsa. Birma-bir yozilgan hammasi. Agar mabodo ishdan chiqsa almashtirish mumkin. Bemalol uyda o'zim ta'mirlayman, agar buzilib qolsa ham. Buzmasdan ishlatishga harakat qilish kerak. Akkuratni qilib. Demak, 6 skorsda turibdi, skorslari ham bor ekan. Mana. Asosan 6 da ishlatgan ma'qul. Nagruskaga tushmaydi. Ishlatganimiz normalni ishlayapti. Menga yoqdi. Uzunga rahmat. Alohida. Keyingisi mana buni ochaylik. Demak, bu o'sha santexnika ishlarini amalga oshirish uchun demak uchuk. Endi demak mana bu narsalarni tashlab olmagan ma'qul. Mana bu narsalarni agar mabodo birrak yo'q bo'lmasa qanaqadir bir defekt bo'ladigan bo'lsa qaytarish mumkin. Bunimizni ochamiz. Demak, mana kichkinagina ekan. Uchun ochamiz. Ikkita, 3, 4ta. Bular bo'lmagan. Santexnika ishlarini amalga oshirish uchun bemalol bo'ladi. Hozir 0 da turibdi. Demak, buni ham qo'ysa bo'ladi. Buni o'rniga mana yashil nimasi yondi. Ishlayapti bu. Endi gradusga qo'yamiz. Masalan, 100 gradusga qo'yamiz. Endi demak bu sovigancha bu yoqqa olib turamiz. Va keyin sovigandan keyin korobkasiga solib qo'yamiz uni. Bu ham demak ishlari yaxshi, menga ma'qul. Kichkinagina, udobniy. Lekin bu narsasi yuqaroq ekan. Mayli, mana bu joyda qayrilgan joy bor ekan. Hech qisi yo'q. Bizga mana bu apparatni ishlagani ma'qul. Apparatni ishlagani yetarli. Ikkita turibdi. Demak, bu instrumentlarim yo'q edi. Bor edi, shu pulga zarar bo'lib qolgan vaqtimda sotgan edim. Endi yangisidan yana oldim.
bular bo'ldi. Demak, endi ochadigan narsamiz lazerni urovень. Lazerni urovень demak, bu ham kerak bo'ladi juda ham. Asosan kalkulk terishga juda qulay instrument hisoblanadi. Kalkulk terishga, umuman olganda patolog qilishga, patolog masalan gipsokarbon yoki bo'lmasa o'sha pollarni urovenini yaxshi olish uchun lazerni urovень demak qulay. Dewalt demak brendi, Dewalt brendi. Bu ham yaxshi, uncha qimmat emas bu ham. 300 mingdan ziyodroqqa tushgan bu ham. 300 ming atrofida, unchalik qimmat narsa emas. 300 mingga kerak bo'lsa bir oshxonaga kirgan vaqtingizda ham shu 300 mingga ovqatlanib chiqasiz, lekin buni bir necha yillar ishlatish mumkin. Mana ochamiz. İçidagi narsalarni tekshiramiz. Demak, hamma narsasi joyidami, yo'qmi? Demak, achkisi joyida. Buni ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana bu narsasi demak shtativ, ya'ni trenoshka shtativi qilinadi. Bu narsalarni ishlatish kerak emas. Hozircha buni pulti bo'ladi mana. Zaryadkasi joyida. Bu narsasini bilmadim, endi ishlatgan vaqtimizda bilib olamiz. Demak, batareykalari mana hammasi Dewalt. Xo'p, demak mana bu oyoqchasi, buni mana shuning ustida turadi bu narsa. Patron qilsa bo'ladi. Endi ikkita batareykasi bor ekan. Mana bu narsasi bu ham shu oyoqchasi hisoblanadi. Ba'zi birlarida temirdan bo'ladi, hozir bu plastmas ekan. Lekin plastmas bo'lsa ham bo'ladi. Farqi yo'q. Batareykasini qo'yib ishlatib ko'ramiz. Mana demak qo'ydik. Endi mana bu demak pitaniyasini bosamiz. Mana bu yerda demak qo'shadigan nimasi bor. Mana buni qo'shsa, demak ishlaydi bu. Demak, bu o'zi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar to'g'ri bo'lmasa, mana shunday ovoz chiqaradi bu. Gorizont mana gorizont vertikalni bossa, demak ko'rsatish kerak. Vertikalni bosamiz, vertikalni ham demak ko'rsatilyapti. Bu ham demak ishladi. Zaryadkasi 92% ekan. Bo'ladi, bizga ma'qul. Buni o'chirib qo'yamiz, faqat vertikalni ko'rsatadi. Buni o'chiramiz demak. Bu ham demak ishladi normalni.
bizga ma'qul bu ham. Mana bunday tursa ham bo'ladi. Bunday turadi. Pultini ishlatib ko'rmoqmiz. Menimcha pulti ham ishlasa kerak. Men plyonкасini oldim. Demak, bunda ham vertikalni, gorizontalni nimalari bor. Buni vertikalni bo'lsam, vertikalni ishlash kerak. Mana ishladi. Gorizontalni bo'lsa, gorizontalni ham ishlash kerak. Ishladi. Gorizontalni ikkita ekan. Bunisini bilmadim nima ekanligini. Menimcha neytralniga o'tkazsa kerak. O'ynab turadigan qismi bo'lar ekan. Demak, bu ham ishladi. Mana shu uchala narsa 1 million bo'ldi. Mana buni o'zi esa 1 million. Menga eng yoqadigan mana shu bo'lsa kerak. Makita brendi, lekin baribir kitayskiy tovar. Kitayskiy tovar bo'lsa ham bundan ishlatganman. Juda ham zo'r narsa. Juda ham zo'r narsa. Demak, Bular qutilari normal, bironta joyi singan joyi yo'q. Hammasi normalmi? Bularni ham qo'yamiz, sababi agar ichida birontasi bir rakab bo'lmasa, ishlamasa, buni demak qaytarish mumkin. Demak, ochamiz. Menga mana shu qutisi juda ham yoqdi. Endi bu yerda 4 ta instrument bor. Har bittasi agar 250 mingdan hisoblangan taqdirda ham 1 million bo'ladi. Demak, bu zaryadchik. Ishlashini tekshirib ko'ramiz. Har doim mana bu ko'pchilik mana bu simchasini tashlab yuboradi, lekin men tashlamayman. Shuni o'ziga qistirib qo'yaman. Yig'ishtirgan vaqtingizda, demak, yana o'sha taxlab yana qistirib qo'yish mumkin. Va bunda demak bizlarda juda ham xursand bo'lganim, mana bu batareykalari mana 1 ta, 2 ta, 3, 4 ta batareyka, ya'ni 4 ta instrument uchun 4 ta batareyka va 2 ta zaryadchik. Mana 2 ta zaryadka qiladigan. Demak, ikkalasini ham tekshirib ko'ramiz hozir. Yani bittasi mana bu qizil o'ynab turibdi mana. Lekin bittasi mana yaxshi ishladi.
bunda qandaydir zamkayni bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, mana batarekalari. Batarekasini birontasini ochib mana buni qo'yib ko'ramiz. Ana, demak bu ishladi. Demak batarekasi to'la ekan. Batarekasi to'la. Почти menimcha. Yo'q, bunisi ishlamadi. Bittasi ishlamadi. Lekin bittasi ham yetib ortadi. Mana bu yerni bossa mana, demak, zaryadka to'la-to'lamasligi ko'rsatilar ekan. Buni ko'ramiz, nimadan bo'layotganligini, balkim qandaydir salasini olib o'rgan. Xo'p, demak, bu bo'ldi. Endi sinab ko'ramiz. Bu yerda bu demak bolgarkaniki, nima? Bu bolgarkaniki, bu esa perforatordagi. Birinchi mana bolgarkadan boshlaymiz. Mana bu narsasini demak olib tursak ham bo'ladi. Demak tushdi. Yaxshi ishladi. Ham udobniy ishlatishga bo'ladi. Mana bu yer juda ham yoqdi. Baquvvat qo'lga yaxshi tushadi. Tushar ekan. Bu bo'ldi, demak, keyingisini ko'ramiz. Bu shu yer. Вообще мощно кубу. Birinchi stolga qo'ydim. Shular ham yaxshi. Mana bu narsalar ham mana ishlaydi ekan. Mana bu narsani oxiriga ko'paytirib ko'ramiz. Eng katta sportga qo'yamiz. Eng kattasi 21 ekan. Normalni. Mana bunlar ham ishlar ekan. Qutlar bo'rash uchun bunlar ishlamaz ekan. Bizlarga akkuratni четко ishlaydigan. Oxirgisi esa perforator judayam Вообще мощно ishladi bu. Мощно.
Demak, bunda mana bu yerda zaryadkasini ko'rsatib turibdi. Bo'ladi. Demak, mana bu yerda salnikchasi bor ekan. Kerak emas. Bu yerda bolgarkaning demak zashnigi. Bolgarkani qo'yam. Ha? Perforatorga qanaqadir nimasi ham bor ekan. Tasmasi qo'yib qo'yamiz. Bu demak qimirlab turar ekan. Bunga ko'tarib yoqlar ekan. Moshina narsa ekan. Demak, mana shu 4 ta instrument 2 millionlarga tushdi. O'z narxi 2 million bo'ldi. Demak, 58 ming emas, 128 mingdan tushyapti. 128 ming. 128 ming o'ladi, demak 180 ming. Yana 180 ming 2 million 560 ming. Va 4 oyga bo'lsa yana 500 ming, 3 millionlarga tushyapti. Mana shuncha 4 ta instrument. Bunga qarasa uncha qimmat emas. Demak, hammaga ishlariga omad, sog'lik, salomatlik. Bunga olgan narsalarimiz shu bo'ldi. Bu yoqda ham demak 4 millionlik instrumentim bor. Hamma instrument taklab olganman. Demak, menga bo'ladi, yetadi. Mayli, sog'lik, salomatlik hammani kasbkorlarga Alloh o'z baraka bersin. Yana ko'rishguncha.